Ertalabki havo suv. So'yganingizdan qalinroq narsa kiyib chiqmasangiz, uydagilardan gap eshitasiz. Haromdan bo'lgani shuncha qalin. Qalin narsani kiyib olasiz og'ir qilib. Peshinga obedga chiqaman desangiz, havo isib ketgan bo'ladi. Buguncha kun isib ketdimi, ha? Sarmiyam. Ustingizga kurtkani og'ir qilib ko'tarib yuribsizmi? Mashinadan bitta olib qo'ying, yengil plashovka. Mabodo yechib qo'yaman, qo'limda ko'tarib yuraman siz ham juda yengil. Lekin ko'tarib yurishingizga hojat yo'q, chunki astarlari shunaqa ultratonki, yupqa materialda qilingan, terlatib yormaydigan, qizitmaydigan, qichitmaydigan yengilami desa, zo'r materiallardan qilingan. Narxini $160 dan qilib beramiz. Sarpalarga olib qo'ysanglar ham qizlarga juda ideal narsa, uzunligi 120 sm. Razmerlari S dan boshlab 3XL gacha. 3XL nechilarga to'g'ri keladi? Rossiyskiy 54larga to'g'ri keladi. Bemalol kiyverasizlar. Yoqalarini ko'ryapsiz, ochib kiysangiz bo'ladi, angliyskiy qilib, yopib ham kiysa bo'ladi. Ranglarini bitta ko'rsatib chiqaman. Ikkinchi xil rangimiz, uchinchi xil rangi. Bu ham juda chiroyli, hadovoy rang hisoblanadi. To'rtinchi xil rangi. Ko'pchilik qizil rangda mana shunaqa plashlar bormi deydi. Qizil deb ham bo'lmaydi rangini. Juda chiroyli, ko'zga yoqadigan. Yarki esa jamlaqa yarki emas. Oxirgi rassetkasi temный siniy. Qoradan ko'ra ancha chiroyli ko'rinadi. Ranglarini ko'rdingiz, narxi $160. Video qo'yilganidan boshlab 7 kun vaqtingiz bor. Razmerlari sotilib ketmasdan tez-tez kelib olinglar. Adres deb yozib yuborsangiz, lokatsiya tashlab beramiz. Dastavkaga ham shu narxda. Dastavka orqali oladigan bo'lsangiz, sizga bitta sovg'a ham qo'shib beramiz.